O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi, din ishlari bo'yicha qo'mita hamda qator vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda 16 noyabr Xalqaro bag'ri kenglik kuniga bag'ishlab, joriy yilning 13-19 noyabr kunlari respublikaning barcha hududida bag'ri kenglik haftaligini o'tkazadi. Haftalik doirasida viloyatlar va Toshkent shahridagi nufuzli tomosha maydonlari, so'lim xiyobonlar va bog'larda turli madaniy, ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy amaliy tadbirlar, O'zbekiston bag'ri keng diyor shiori ostida konsert dasturlari, qardosh xalqlar yozuvchi, shoir va rassomlarining badiiy asarlari va foto ko'rgazmalar o'tkaziladi. Shuningdek, respublika umumta'lim maktablarida eng yaxshi insholar tanlovlari, bag'ri kenglikni targ'ib qiluvchi Sherxonlik kechalari, respublika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy, amaliy va ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etiladi. Tadbirlar jamiyatimizda millatlararo totuvlik va diniy bag'ri kenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatlik katta yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy, ma'rifiy va do'stlik aloqalarini yanada kengaytirish, bag'ri kenglik g'oyalarini targ'ib va tarannum etishga xizmat qiladi. Kuzatib boring. Biz bilan birga bayram ishtirokchisiga aylaning.